Diqqat! Endi pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar yoki pensiya oladiganlar barcha xabardor bo'lsin. 1-may sanasidan boshlab barchasi O'zbekistonda o'zgaradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Endi yoshga doir pensiya avtomatik tayinlanadigan tartib o'rnatiladi. Senat bu bo'yicha tegishli qonunni ma'qulladi. Qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlar sabab endi fuqarolar pensiya tayinlash uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi talab etilmaydi. Shuningdek, pensiya yoshiga yetgan fuqaro ishlashda davom etsa, proaktiv tarzda tayinlangan pensiyani rad etish tartibi ham nazarda tutilmoqda. Pensiya olish yoshiga to'lgan fuqarolardan alohida murojaat talab etilmaydi. Ularning telefon raqamlariga pensiya tayinlangani va uning miqdori to'g'risida SMS xabar yuboriladi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda oxirgi marta 2024-yil sentyabrda pensiyalar va nafaqalar 15% ga oshirilgan bo'lib, yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 834 ming so'm etib belgilangan edi. Aziz do'stlar, xabarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.